Farg'ona shahar Oybekdamiz. Bu tomon pub, mana Oybek pubni to'g'risida 8 pita, 8 ostanovka ekan, avtobuslar turadigan. Joyimizni 180 mingga berib olaman deyaptilar. Общий 4 sotiga yaqin joy ekan, noturar ekan. Foydalanish, xullas podval 1, 2 bo'lib 255 kvadrat. Tayyor mana bu narsalarni olib ketishar ekan. Men 1200 dollarga arendaga berib eplasa bo'ladigan joy. Sababi Farg'ona shahar Oybekda o'zi dom ham qimmat bo'ladi. Tem bo'lib bu noturar, tayyor mana oldi plashatkalari bilan ancha muncha biznes qilib yuboradigan joy ekan. Bosib yuboradigan, narxini 180 ming deyaptilar. Egalar raqamini qo'yib qo'yapmiz. Gazi, suvi, svet, kanalizatsiya umuman muammo yo'q. Tayyor yurib turgan joyda endi olib ketishar ekan. Telefon qilinglar, sizlarga baraka qilib yuboramiz. Masjidga bir 20 ta mashinaga bemalol joy bor. Yoki shuni yonida novvoyxona ham o'shalarga qarar ekan. Endi o'zlarimda fikr qilib, misol bir 2 xonali kvartira ham batda 28 ming. Bu Zakanalda 18 ming. 10 ming, 8 ming, 7 minggacha kvartirani narxida raziyasi bor. Bu endi tem bo'lib noturar joy ekan. Tayyor magazinlar bilan. Sizlar telefon qilsalaring, bu tomonimizdan juda ham katta plashatkalari bor. Bemalol telefon qilib baraka qilishlaring mumkin. Telefon qilinglar, sizlarga 180 ming kami bor, 255 kvadrat, podvali 1-2 etaj bo'lib, общий salkam 4 sotiga tushgan joyimiz. Egalar raqamini qo'yib qo'yapmiz. Farg'ona shahrida joy qo'yishda davom etamiz. Like, podpiska esdan chiqmasin. Sizlar bitta podpiskalaring biz uchun foydali bo'lishi mumkin. Sog' bo'linglar.